В компанию ночных гонщиков, которая состоит Санчоус, проникает засланный казачок, он же Рихард Shahzodga. Bu voqeaga mashhur blogerlar Diyora Usmonova va Gonza prokurorning qanday aloqasi bor? Qachon uyi bo'shatasiz? 2 haftadan keyin bo'shatib qo'yinglar deyapti-da. Adam aytayotdi, bolam, biz pensionermiz, qapqa bo'shatamiz. Bu uyni bilasanmi, men qanaqa yaxshi ko'raman. Mana bunaqa degan, zo'r gap gapirgan. Siz shunaqa tasavvur qiling, как будто bu uyingiz yonib ketdi. Real sanjib gap. Shunaqa tasavvur qiling, uy yonib ketdi deb aytgan. Keyin voy. Opacham aytganligi, qanaqasiga bunaqa tasavvur qilamiz? Kim unaqa yonmaydi deganlar. Nima deganing bu deganlar. Va eng muhimi, bugun Jamilaning oilasi qanday hayot kechirmoqda? Bir kun podkastning ushbu soni faqat aldov haqida emas, balki bitta imzo bilan uyingni va odamlarga bo'lgan ishonchingni yo'qotish haqida.